Nimaga qo'shib gapirasiz? Nimaga bo'rttirib gapirasiz? O'ylab ko'rganmisizlar? Diqqat, e'tiborni xohlaysiz. Odamlar sizga diqqat qilishlarini xohlaysiz. Vnimaniyani xohlaysiz. Insonda tabiatida bor. Odamlar unga diqqat qilishlari. O'shuning uchun chiroyliroq kiyinadi, qimmatroq mashina minadi. Xullas qo'yingki, odamlar unga diqqat qilishini xohlash insonda tabiatida bor. Bizda ham bor musulmonlarda. Like olishda u. Like bosib qo'ying deydi. Like bosib qo'ysa ko'rasiz 100 ta odamga yoqibsiz. Demak siz ham qadringiz bor ekan. Endi musulmon odamlarda like, odamlarda diqqat e'tiborni xohlamaydi. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala shukura. Biz sizlarga taom beramiz Alloh uchun. Sizlardan rahmat minnatdorchilik kutmaymiz. Musulmon odam Alloh unga diqqat e'tibor qilishiga yetadi.